Inson degani. Muallif Erkin Malik. Inson degani unutuvchi, esidan chiqarib qo'yuvchi degani deb ko'p gapiramiz va shu bilan qay ma'noda o'zimizni o'zimiz himoya qilgan bo'lamiz. Lekin ko'proq nimani unutib qo'yamiz u nimani esdan chiqarib qo'yamiz. Hamma gap shunda. Ishxonamiz yuristi bilan bir ishni bitirib kelish uchun yo'lga otlanganimizda u iloji bo'lsa o'zingiz yozgan kitobingizdan birortasini olsangiz deb qoldi. Ishimizning kitobga aloqasi bo'lmasa ham yo'q demadim. Bu idorani yaxshi bilaman dedi u yo'lda bora turib. Bir og'iz ha va yo'q deyish uchun ham 2 hafta sarson qiladi. Kitobingizga dastxat yozib bersangiz, azora yumshashsa. U kishining o'zi kitob shaydosi, yozuvchini qidirib, topib, dastxat olmaguncha tinchimaydi. Borayotgan joyimizdagilarni ham o'ziga o'xshatdi shekilli. Darhaqiqat bordik, bizni bir odam xushlamaygina kutib oldi. Ana kungi masala bo'yicha keldik dedi yuristimiz majburan tirjayib. Keyin meni unga tanishtirdi. Bu akaxonimiz yozuvchilar, nashriyotimizda ishlaydilar. U shunday deb menga kitobni oling degandek imo qildi. Sherigimning ishchanligi menga ham yo'qdi. Darrovda suv xaltadan kitobni olib, kitob dehqonchilik deb nashriyotimizga ishora qilib qo'ydim. Yana pora deb o'ylamasin dedim-da. Bu akaxonimizning ismlari deb sherigim u kishining ismi sharifini aytib, kitobga dastxatingizni qo'yib bering, bir eslab yursinlar dedi. Men dastxat yozib, qo'sh qo'llab akaxonimizga uzatdim. U kishi qo'limdan kitobni olar ekan, ovora bo'libsizlarda deb qo'ydi-yu, ammo yuzida o'zgarish bo'lmadi. Sherigim tushmagur yana bir chaqqon harakat bilan uning qo'lidagi kitobni oldida varaqlab, "Mana suratlar o'zlari yozganlar" dedi meni ko'rsatib. Ro'paramdagi odam kitobni yozuvchining o'zidan olayotganini endi tushunib yetdi va birdan yumshadi. Xayriyat. Yuristimizning udda birolligi ish berdi-yu, u qo'limni qisib rahmat aytdi va boyagidan chiroyi ochildi. Buni qarangki, ishimiz ham bir pasda bita qoldi. Akaxonimizning huzuridan ot mingandek chiqdik. Orqaga qaytyapmiz u sherigim, "Ana, ko'rdingizmi aka, shu kitob deganini sehri bor-da. O'zi toshmetin odamlarni ham eritib boradi. Yana uni yozuvchining o'z qo'lidan olsami?" Voh, dedi og'zi qulog'iga yetib. "Ammo lekin sizga ham qoyilman. Diplomatiyangiz zo'r ekan. Qilni 40 yozarkansiz." Ikkalamiz ham bir-birimizni ko'kka ko'tarib maqtardik.